Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, sog' salomat. Hozir o'zimni uyimda to'plik qilayotgandim. Kollektor yig'ayotgandik. Bir ikkita savol bor edi, shunga murojaat qilayotgandim. Biladiganlar bo'lsa aytib o'rsin. Biz ko'rsatamiz. Shu kollektorni yig'dim. Olib ulanmagan, shunchaki yig'ib ko'rdim. To'g'ri yig'ildimi yo'qmi shuni bilganlar aytib o'rsin. Bu padachi ketyapti. Kirib, to'pli poldan aylanib chiqib, ketyapti. Bu yerda silindr qo'yib qo'yganmiz, uni ichiga solib qo'yamiz temperaturani aniqlash uchun. To'g'ri yig'ilganmi? Shu keyin ana nasosni ko'chaga katyolda oldigada obratkiga qo'ymoqchiman. Shunda mana yerda agar issiq suv oshib ketsa, temperaturasi mana klapani qissa, mana orqali aylanaveradi suv. Shu to'g'ri bo'ladimi o'shanda? Biladiganlar kommentariyada yozaveringlar, iltimos. Keyin yana bitta narsa, o'sha havo chiqargichni qayerga qo'ygan ma'qul? Padachigami, obratnigami? Nima aytib o'ringlar?